Assalomu alaykum oshxonaviy bel ishqibozlari. Biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahariga oshxonaviy belimizni olib kelib ustanovka qilib bo'ldik. Xo'p, bu oshxonaviy belimizni bo'yi poldan patologgacha 220 cm standart razmerda bo'ldi. Oldilari akril. Kashtan firmanikidan qo'yildi. Oldilari mokri. Xo'p, bu joyimizda barniz stoykalarigacha qo'yib ketdik, chiroyli qilib. Gaz plitalarigacha teshuv o'rnatdik, vitichkalarni ham tayyor qilib o'rnatib berdik. Xolodilniklari katta ekan, xolodilnikni ham o'stirib tashqariga chiroyli qilib, mana ko'rishlaringiz mumkin. 60-65 cm ekan, chiroyli qilib chiqarib berdik. Qoshlari ham chiroyli bo'lib tushdi. Akamiz YouTubedan tomosha qilib, ko'rib, kuzatib borar ekan. Mana obunachi ekan, chiroyli qilib, arzonroq qilib, haq-boq qilib shu joyga olib kelib ustanovka qilib berdik. Xo'p, razmerlariga keladigan bo'lsak, xolodilnik tomonidan u burchagimizgacha 2.23, burchagimizdan bu tomonga 2.15 общий. Xo'p, xolodilnikdan chiqib ketganda 30 cm, burchagimizdan 30 chiqib ketdi. 3.93 ga hisoblab berdik, 7.800.000 so'mga. Bu ishlarimizni ruchkalarini qora qilib berdik, turba, chekkadagi lentalari ham birli bosilgan. Oshiq-moshiqlari to'rttadan qatirilgan, Daochi. Xo'p, kafellarni o'zlari bosgan ekan, 2.100.000 so'mdan vodiy bo'ylab dastavka qilib beryapmiz. Mo'kalarni ham mokri qilib boshqachasidan qo'yib berdik. Ikki tomoniga savatchasi tushiradi. Gazatili bor, semisitrni qatirganimiz yo'q. Endi ustanovka bo'lar ekan. Tagiga kichikroq ariston qo'ysa ham bo'laveradi, kengroq qilib joy tashab ketilgan ekan. Taglarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Tayyor ekan, razvedkalari, hamma yo'llari bor ekan. Shuni montaj qilib qo'yilsa bo'ldi. Qishga tayyor, xudo xolasa, bemalol ishlatishaveradi. Bu barniz stoykalari alohida hisoblanadi. Barniz stoykasi 650.000 alohida metrdan tashqari qo'shiladi. Xo'p, yana nimasiga keladigan bo'lsak, doskalari rossiyskiy doska qo'yiladi. Istalsangiz faqat qora ishlatamiz biz ko'proq. Ko'pchilik so'raydigan boshqacha sveti yo'qmi deb, boshqacha svet ham qo'yib beraveramiz. Xo'p, telefon nomerlarimiz 93 569 8741 nomerlariga telefon qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab dastavkamiz bepul, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xo'p, bu oshxonaviy belimizni vitichkalarni ham teshib, o'rnlarini tayyor qilib qo'yishgan ekan. Biz teshib tayyor qilib, biz ham razvedkalar o'rnini chiqarib berdik. Razvedkalarigacha suqiliq hamma yo'g'i. Ko'pchilik vitichkani so'raydi, vitichkani qanaqasi yaxshi deb. Vitichkani turbo motorligi yaxshisi. Bunisi sensorli ekan. Oldiga, orqaga qilsa bemalol ishlayveradi yonida. Xo'p, bu joyimizdan kengroq foydalanish uchun ichlari ham keng, bu tomoniga. Xo'p, bu tomonlarida ham polka. Shu shulkalarigacha qo'yilgan. Videoni ko'p cho'zib o'tirmaymiz, 3 minutlik video qo'yapmiz har doim. Xudo xolasa, mana shu ishlarimiz, kimga shunaqa ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarimizni yozib qo'yamiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha videoga olib boryapmiz. Xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Qo'limiz qiltiram yetishi mumkin. Ozgina bemalol murojaat qilaverasizlar. Hammaga rahmat. Bittadan like, podpiska tashab, tanish bilishlarga jo'natib qo'yasizlar degan umiddamiz. Hammaga rahmat.